Hurmatli prezidentimiz kelgusidagi ustuvor vazifalarga alohida to'xtaldilar va juda ham katta imtiyozlar, qulayliklar, preferensiyalar yaratib berildi. Tadbirkorlik harakatlari kasbga o'rgatish va tilga o'rgatish bo'yicha Surxondaryo hub'ini yaratish. Amalda ko'rsatib berishimiz vazifasi yuklatildi. Bugungi kunda Surxondaryoda ko'mak loyihasi asosida 100 ga yaqin yoshlarimiz chekka hududlarda C1 darajasi bo'lgan sertifikatlari bor o'quvchilar, ustozlar davlat tomonidan 130 million ko'mak loyihasi beriladi. Bu aynan til o'rgatish uchun jihozlar va boshqa ehtiyojlar uchun ishlatiladi. Bu foizsiz yillar davomida qaytariladi. 724 ta mahallamizda ham mana shu ko'mak loyihasini ishga tushiramiz hamda Surxondaryo tajribasi asosida yoshlar jamg'armasidan 30 million dollar ajratilgan. Buni evaziga bizda kichik yoshlar sanoat zonalari tashkil qilinyapti. Biz mana shu hub doirasida Termiz tumanida 2000 ga yaqin yoshlar o'zida jamlaydigan sanoat hubi tashkil qilinadi va bunga yondosh hududlarda bugunga qo'yilgan kasbga o'rgatish markazi hamda tilga o'rgatish markazini tashkil qilib, butun respublikaga namuna qilib ko'rsatib beramiz. Bugun IT yo'nalishida ham, kasbga o'rganish uchun ham, bandligini ta'minlash uchun ham, bo'sh vaqtlarni mazmunli o'tkazish uchun ham barcha qo'limizga dastak qilib berildi. Butun jamoamiz bilan, yoshlar bilan birgalikda harakat qilib, ularni tashabbuslarini, startaplarini amaliyotga tatbiq qilish bo'yicha imkoniyatlarimizni ishga solamiz.